Bugun biz ijodiy jamoamiz bilan bizning hayotimizda katta rol o'ynagan va albatta beminnat ko'makchi bo'lgan kutubxonalardan birida tasvirga olish ishlarini amalga oshiryapmiz. Mana shu yerda Jizzax viloyati Do'stlik tumani hokimi Shavkat Darveshev bilan aynan tafakkur yo'lida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Shavkat aka. Assalomu alaykum, o'zingizdan. Shavkat aka, bugun guvoh bo'lib turibmiz. Aynan mana shu tumanda qaysi yo'nalishni olib qaramaylik, juda ham katta o'zgarishlar bor. O'z ko'zimiz bilan ko'rib guvoh bo'ldik. Ayniqsa hozir aynan tasvirga olish jarayonini ham mana shu tuman markazidagi axborot kutubxonasida olib boryapmiz. Bu bejiz emas. Bugun kitobxonlikka davlatimiz rahbari hamda hukumatimiz tomonidan juda katta e'tibor qaratilyapti, imkoniyatlar va kerak bo'lsa kerakli shart-sharoitlar yaratib berilyapti. Aynan mana shu tumanda ham mana shu yo'nalishda qilinayotgan ishlar buning yaqqol misoli deb o'ylayman. Hurmatli yurtboshimiz boshchiligida bugun hammamizga ma'lum, barcha sohalarda juda katta yangiliklar, juda katta islohotlar amalga oshiriladi. Bu alohida, demak, Yoshlar shaharchasida joylashgan. Bu kutubxonaning qurilishi ham juda ko'pchilik kerak bo'lsa kitobxonlardan fikrlar olinib, ularni birgalikda o'ylab, shu loyihasiga qo'shimcha shu fikrlarimizni kiritib, keyin bu shunaqangi yangi g'oya asosida qurilgan. Mana shu yangi kutubxonani ochilganligi va bu yerda yaratilgan sharoit, muhiti kitobxonlarni sonini keskin oshirdi. Bugun bu yerda kitob fondimiz demak 30 mingdan oshiq kitob fondimiz bor. Bundan tashqari demak bizda yo'q kitoblar bo'ladigan bo'lsa, internetda ulangan elektron kutubxona bor, qo'yilgan. Shuning uchun bu yerda kitob topolmas mumkin emas, hamma sharoit bor. Shuni hisobiga butun ham ikkinchidan buni joylashgan joyi ham qulay bo'lganligi uchun, tumanning markazida joylashganligi uchun hamma hududlardan demak kitob sevarlarimiz kelib bu yerda o'zi bemalol 24/7 da bu ishlaydigan hudud. Shuning uchun ham kunda doimiy vaqtida bu yerda kitobxonlar bor. Biz borib, jamoamiz bilan borib ko'ryapmizki, hududlarimizda nafaqat Do'stlik tumani, barcha hududlarda birdek ish qizg'in ketyapti, birdek o'zgarish bor va hamma birdamlikda ishlayapti-da. Sening ishing, mening ishim degan tushuncha yo'q. Chunki asosiy inson ulug'laydigan va yuksaklikka ko'taradigan narsa ham birdamlik. Masalan, yana bir yo'nalishimiz bu yoshlar masalasi. Yoshlar masalasi bizning kelajagimiz. Ya'ni bu poydevorni hozir o'ylashimiz kerak. Mana shu kutubxonalar ham yoshlarimiz uchun. Yoshlar temasida agar alohida gapiradigan bo'lsa, Do'stlik tumanining alohida namunasi bor. Oxirgi yangilik qarorimiz bu. Hurmatli prezidentimizning butun so'zdan qarori chiqdi. Shu xuddi shu qarorda Jizzax viloyatidan Do'stlik tumani yoshlar tumani deb e'lon qilindi. Mana shuni o'zi ana bitta yana ham bir yangilik. Nima uchun degan savol bor. Demak, albatta qarorda aks etgani, demak, albatta hozir hamma tumanlarda, boya yuqorida aytdingiz, hozir qandaydir uyg'ongandek bo'lib boshladi. Men ham xuddi shuni tushunaman. O'zi umuman olganda hamma sohada islohotlar haqiqatan jadallashib ketdi. Men o'ylayman, hamma rahbarlar ham, vazirlik idoralari ham, hokimlar ham, kerak bo'lsa har tashkilot rahbarlari ham hozir qandaydir KPI o'zini reytingga ishlashga, ya'ni bir natija nuqtai nazaridan natija qilib bir o'zini ko'rsatadigan payt keldi. Umuman raqobat to'g'ri muhit, raqobat shakllandi desam, bu to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun biz ham harakat qildik. Ijro organi vakili sifatida hurmatli prezidentimiz islohotlarni joyida amalga oshirish uchun shu o'zimizga yaratib bergan barcha imkoniyat sharoitlardan to'g'ri, ko'proq unumli foydalanishga harakat qilib, Do'stlik tumanida yoshlarga ko'proq sharoit yaratishga harakat qildik. Bunga aynan shunga o'xshagan yoshlar shaharchasi hali ko'p joyda yo'q. Chunki bu yangi g'oya asosida qurilgan. Hududi 10 gektar, 40 dan ortiq obyektlar bor. Buni 20 tasi oldin eski qurilgan obyektlar qayta rekonstruksiya qilingan, 23 tasi yangidan qurilgan obyektlar. Mana shu kutubxona ham yangi qurilgan kutubxona. Bu hammasi kecha mana shu yilda boshida topshirilgan. Endi bu yerda hozir mana shaharchamizning ichida mana shu kitobxonlik yo'nalishida masalan alohida kutubxona, IT yo'nalishida mana IT, keyin bir tarixni bolalarga bir ma'naviyat nuqtai nazaridan Renessans monumenti, alohida mana amfiteatr, keyin eng oxirgi nimadagi ovozjon studiyalari. Agar ko'rgan bo'lsangiz, eng asosiysi hozir juda bir sportga katta e'tibor bo'lyapti-ku. 10 dan ortiq olimpiada sport turlarini qamrab olgan, ichiga olgan, bemalol jahon standartiga javob beradigan katta ochiq va yopiq sport kompleksi mana shu yoshlarga o'ylayman juda katta tuhfa bo'ldi. Bor imkoniyatdan vaqtida unumli foydalana olsak, ana shunday isbotini topdi. Hozir sizni xohlagan mahallangizga olib borish mumkin, do'stim 12 ta mahallaga. 12 ta mahalla o'sha shahar tipida qurilgan Manas mahallasidan ortiq bo'lsa ortiq kam emas. Yo'li, ichimlik suvi, elektr energiya, odamlarni
yashash sharoiti, umuman men o'ylayman ko'p yillik ular qiynab kelgan muammolar hammasi yechilgan. Nafaqat shu, endi mana yoshlarni gapirdingiz, umuman aytganda o'sha yerdagi ijtimoiy obyektlar, maktablar, bog'cha, mana maktab ta'lim, o'rta ta'lim, o'sha joydagi qishloq vrach punktlari, oilaviy poliklinikalar, sport obyektlari, hammasi mana sport zallar 100% ta'mirlangan. Bolalar 24 soat xohlagan vaqtda shug'ullanish imkoniyati bor. Chunki yoshlarimizni erishayotgan natijalari ham tumandagi yaxshi ko'rsatkichlar. Bugun oliy ta'limga qamrov tumanda 60%dan oshdi. Bu 2000 men solishtirib aytayman doim 21-yilda bu 32% edi. Oliy ta'limga qamrov o'quvchilarda 32% bo'lsa, mana bu 5 yilda 60% edi. Nimaga? Chunki bugun maktablarga borsak, xuddi shunday kutubxonalar borligi, maktablarda sharoiti yaxshiligi, ikkinchidan o'qituvchilarimizga xabaringiz bor, natija ko'rsatgan o'qituvchilarga alohida ularga mukofotlash tizimi joriy qilinish, chunki o'qituvchilar o'zini ustida ishlab harakat qilyapti. Bemalol agar shu sharoitdan agar o'quvchilar ham endi o'zi to'g'ri foydalangan bo'lsa, men o'ylayman hech kimga chegara qo'yilmagan. Bemalol qamrovni 100% ga yetkazish mumkin. Chunki agar biz harakat qilsak, o'zimizni ustimizda ishlasak, haqiqatan ham bor imkoniyatlardan foydalangan holatda ertaga albatta o'zimizni maqsadlarimizga erishishimiz va albatta o'sha hukumat bergan ishonchni ham oqlashimiz mumkin. Shuning barobarida Do'stlik tumani o'z tarixiga ham ega bir tuman hisoblanadi. Chunki turli millat vakillari bu yerda istiqomat qilishadi, qadrdon ham bo'lib ketishgan, qardosh bo'lib ketishgan. Mana shu tumanlar asosida ham ko'rish mumkinki, bizning mehmondo'stligimiz, bizning bag'ri kengligimiz mana shunday tumanlarda o'z isbotini topadi deb o'ylayman-da. Hammamiz bilamiz, bu shunday tuman shaharlar, bu tarixiy tuman shaharlar. Masalan, ko'p ming yillik tarixlarga ega, bu azaldan o'tiroq xalqlar bor, tumanlar bor. Uni albatta o'ziga tarixi bor. Lekin Do'stlik tumani 1969-yilda tashkil topgan. Mana tashkil topganiga qariyb 60 yil bo'lyapti. Hali agar yoshroqdan nazardan olsa, bu katta yoshli, uzoq tarixga ega tuman deb bo'lmaydi, lekin bu tumanda ham o'ziga yarasha juda katta, shu qisqa vaqtda juda katta bosib o'tgan o'ziga yarasha yo'li bor. Birinchidan odamlar bu yerga o'sha cho'llar o'zi ajragan paytda eski davrda mana shu 57 yil bo'lyapti. O'sha paytda odamlar hech narsa bo'lmagan bu yerda. Men shunday o'ylab tasavvur qilaman, chunki eski nimalarni ko'tarib ko'rdikda, tep-tekis maydonda odamlar shu yerga ko'chirib kelingan. Do'stlikda o'ziga xosligi, bu yerda aynan bitta millat vakili emas, bu yerda ko'p millatli xalq. O'z nomidan menimcha bekorga Do'stlik deb tanlab qo'yilmagan bo'lsa kerak. Tumanda o'ziga xosligi juda katta narsa. Bu Do'stlik tumani haqida aytadigan bo'lsa, birinchidan shu ko'p millatli ekanligi, ikkinchidan o'sha davrda cho'l juda katta mehnat bilan ota-bobomizning shu mehnat kuchlaridan tashkil topganligi, keyin tumanimizda aholisi bugun 70 mingdan oshiq aholi istiqomat qiladi. Respublikada eng katta qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiradigan 5 ta 6 ta tuman bo'ladi. Shuni bittasi Do'stlik tumani. Aslida hech bir sohani unutib bo'lmaydi, chunki ana shu iqtisodiyotning bir bo'lagiga, davlatimiz ravnaqiga hissa qo'shayotgan tumanlardan biri bu albatta Do'stlik tumani ekan. Hozir eshitib juda ham xursand bo'ldim. Oldin Do'stlik tumani, hurmatli prezidentimiz shu ko'p marta shu gapiradi. Tumanda oldin faqat odamlar shu davlat idorada maktabga borib, bog'chaga, больницаga borib ishlab, qolganlar hammasi davlatda faqat paxta yetishtirish bilan ovora bo'lgan bo'lsa, bugun hamma soha rivojlandi. Odamlarimizning juda ko'pchiligi bugun sanoatda band. Yana bir narsa bor, Shavkat aka, bugungi kun, bugungi davr bu inson qadri uchun-da. Barcha harakatning negizida va boshida albatta inson turibdi. Bizni yaxshi yashashimiz, yaxshi kiyinishimiz, yaxshi joylarda o'qishimiz uchun va albatta davlat ham xohlayaptiki, shu yoshlar chiroyli o'qisin va chiroyli joylarda davlat xizmatchisi bo'lib, katta yutuqlarga erishgan bir inson bo'lib yetishsin deb, hattoki hammamizga qaysi sohani qaramang rivojlanish bor. Birinchi o'rinda xohish. Islohot. Demak, prezidentimiz aytadi, kechikdik ancha deb aytayapti-ku, kechikdik, buni oldinroq qilishimiz kerak edi. Xohish bu birinchi o'rinda. Bu eng katta narsa. Keyin prezidentimiz bitta gaplarni doim esdan chiqaraman, ko'p narsa shaxsga bog'liq deb aytadi. Shuni men ham o'zimning hayotimda endi tushunib yetyapman-da. Shaxsga bog'liq. Ya'ni agar odamda xohish bo'lsa, agar keyin shunga mos qilib harakat qiladigan bo'lsa, men o'ylayman, juda katta natija qilish mumkin. Menimcha odam qadam yetib bormagan, islohot yetib bormagan hudud qolmadi deb o'ylayman. Hamma joyda o'ziga yarasha
mana shu katta ish amalga oshiryapti. Hozir O'zgarishlar ko'p. xuddi shunday. Hozir hamma mahallada o'sha obod qishloq bo'lgan. Odamlar yashash sharoiti o'zgargan. Va endi og'ir mehnat qiladigan, ketmon chopadigan odam qolmadi. Endi odamlar yaxshi yashashga o'rganyapti. Agar kechqurun mana endi bir shu mana hozir 24 ko'chalarimizda, trotuarlarda agar mana shu sport komplekslarida kechqurun soat mana 8 dan keyin yursangiz, kunduz kuni ham, kechqurun ham eng qizig'i, kechqurun mana shuda 12-1 odam aramaydi. Nimaga? Odamlar chiqib yurib, u endi iqtisod o'zgardi, endi sog'lig'iga qarab, yaxshi yashashga, bu aytgan chiroyli kiyinib, bolalarni olib chiqib aylantirib, mana shunaqasi o'zgardi. Buni hammasi men o'ylayman, boyagi qarorlarni inson qadri uchun qabul qilinayotganligi. Hozirgi mana yoshlarni butun dunyoga chiqayotgan yo'nalishlar bo'yicha chiqayotgan qarang, odam havasini keldi. Kecha masalan shaxmat bo'yicha Javohir Sindor masalan butun dunyoni lol qoldirdi. O'sha demak, hurmatli prezident aytgandek, qonimizda o'sha Beruniylarning qoni borda, mana shunday. Ozgina turtki bo'lsa bo'ldi. Demak, mana sharoit yaratib bergani uchun ko'rinyapti. Xalqaro musobaqalarda, fan olimpiadalarda yoshlar qanaqangi musobaqada yutuqlarga erishyapti. Mana sportda qanaqangi yoshlar, mana futbolda masalan hech qachon odamlar o'ylamagan jahon chempionatiga O'zbekiston chiqadi deb o'ylamagan. Har bir sohada. Xuddi shunday. Mana tumandan bittasiga yangi aytadim, mana biz sport kompleksi kirib kelishiga endi hozir alohida rasm chiqarib qo'ydik, yoshlarga ibrat bo'lsin deb. Jizzaxda tarixida birinchi olimpiadachi Do'stlik tumanidan chiqdi, Ro'za Qo'ziyeva. Shu o'tgan olimpiadada Parijda qatnashib, bronza medal qo'lga kiritdi. Bu alohida e'tirof etildi. Oldingi hozir nohaqlik bo'ldi, oltin medal buniki bo'lishi kerak deydi. Lekin eng asosiy olimpiadachi chiqdi. Bugun o'sha yerga bora olish ham muhim ahamiyatga ega. Shunday. Olimpiadaga borib qatnashishni o'zi masalan katta narsa-ku. Lekin borib o'rin olib kelyapti katta yutuqlar bilan. Osiyo chempionlari chiqdi. Bu yerdan Do'stlik tomonidan. Hozir juda ko'p biz sportchilarimiz yaratilgan sharoitdan kelib chiqib, mana bolalarimiz hozir juda ko'p bu yigitlarimiz, bitiruvchilarimiz hozir xalqaro katta universitetlarda o'qiyapti. Angliyada, Amerikada o'qiyotgan bolalarimiz bor. Qisqa muddat ichida juda ham mazmunli suhbat bo'ldi Shavkat aka. Gapirsak juda ham gaplar ko'p. Imkoniyatlarni nima deydi, 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan afzal. Biz ijodiy jamoamiz bilan har bir yo'nalishni olishga harakat qilyapmiz va albatta buni tomoshabinlarimiz bilan ham bo'lishamiz. Bu birgina yopiq kompleksning o'zi bittasi. Tashqarida ko'rsatdim sizga katta ochiq majmualari. Mana shu qarib 50 million Allah hisobiga qurilgan. Mana shu yerda asosan futzalga mo'ljallangan, lekin mana shuni mana kompleks tagi bu qismida kurashga, karatega, har bir yo'nalishga, tennisga, yengil atletikaga, umuman dzyudo hamma yo'nalishlar bo'yicha 10 ortiq bir vaqt o'zi qamrab olgan. Agar biroz sharoit hammasini ko'radigan bo'lsangiz, bu yerda alohida komandalar uchun sharoitlar qilingan. Issiq suv, sovuq suv, kanalizatsiya 100% jahon standartiga javob beradigan. Shuning uchun ham yaqinda respublika bo'yicha futzal bo'yicha chempionatni iyun oyida shu Do'stlik tumani shu kompleksga qo'ydi. Mana butun respublika katta tadbiri bitta Do'stlik tumanida o'tayotganligini shu so'z bilan ifoda qilib baholasa bo'ladi. Yoshlar uchun shunday imkoniyatlar bor. Juda katta imkoniyat. Har kuni kelib, hattoki mahalliy aholi ham shug'ullanishi, bevosita sportga yaqin bo'lishi mumkin. Ya'ni buning uchun sharoit bor eng asosiysi. Sharoit bor, to'ppa-to'g'ri. Ikkinchidan 24 soat ber ochiq, shunday qilganmiz, aholiga doimiy olib bemalol kelib, bu yerdan xolasa yopiq joyda, xolasa tashqaridan ko'rsatib, hamma komplekslardan bemalol 24 soat foydalanadi. Hamma sharoitini qilib beramiz. Mana shuni natijasida odamlar demak, sportga bo'lgan, o'zi sog'lig'iga bo'lgan munosabati o'zgargan desam xato bo'lmaydi. To'g'ri bo'ladi. Tarixsiz kelajak yo'qda, ya'ni o'tmishdan doim o'rnak olishimiz, ibrat olishimiz kerak va shunga qarab ba'zi xatolarni qilmasligimiz kerak, ba'zida ulardan ham ko'proq harakat qilishimiz kerak. Aynan mana shu yo'nalish bo'yicha tumanda, Do'stlik tumanida muzey tashkil qilinibdi-da. Bu muzeydagi eksponatlarni qanday yig'dingiz? To'plangan eksponatlar qayerdan olib kelindi yoki bo'lmasam bunga bevosita bir homiylar yordamida bo'ldimi? Qanday bo'ldi? Aynan mana shu muzey to'g'risida batafsil ma'lumot berib o'tsangiz. Har qanday joyda o'zini katta kichkina tarixi bo'ladi degandek. Shuning uchun biz ham mana shu qanday islohotlar natijasi odamlarga eski davr bilan mana shu yangi davr taqqoslash kerak bo'lsa, buni to'g'ri xulosa chiqarish uchun desak, menimcha to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun biz ham odamlarga bir eski tarixni eslatib turadigan, hayotni eslatib turadigan bir muzeyni tashkil qilish nuqtai-nazardan bir hisob-kitoblarimizni qilib ko'rdikda, keyin agar siz aytaylik qanday tashkil qilib degan savolga butun mahallalarimizdan hamma nuroniylarni, onaxonlarni, otaxonlarni, hoji onalarni, yoshlarni
hammasini to'pladik bir joyga. Keyin ularga shu mana shu muzey qilish rejamizda. Muzeyni qayerdan qilamiz, qanday qilamiz, ichiga uni nima bilan boyitamiz deb turib, keyin o'zi hamma narsaga odamlar o'zi baho beradi, odamlar o'zi ko'rsatadi yo'lda. Keyin ularni to'plab gaplashganimizda ko'p marta uchrashuvlar qildik. Muzey tashkil qilguncha, buni g'oyasini o'ylab topish, joyini tanlash bo'yicha o'sha fuqarolar bilan uchrashuv qildik. Keyin fuqarolar o'zi shu yo'lni ko'rsatdi. Hammaga aytildi shu yerda turib, o'sha katta yoshi katta nimalar, nuroniylar shunday dedi, hamma o'zida bor tarixiy o'sha buyumi bo'ladimi, tarix bilan bog'liq bitta oddiy rasmi bo'ladimi, qanaqangi hujjat bo'ladimi, hammasini olib kelib shu muzeyga qo'yamiz. Shu qaysi xonadon topshirsa, shu tagiga mana shu xonadondan taqdim qilingan muzey uchun deb turib yozib qo'yamiz degan ekan. Odamlarni uyida baribir elchilikda chiqadi. Shunchalik men kutgandan ko'ra umuman tasavvur qilmaydigan darajada shunchalik buyumlar yig'ildiki, eski narsalar. Hozir shu muzeyimizda biz qilmoqchi bo'lgan joyimiz hozir torliq qilib qoldi. Lekin biz harakat qilib joy tanlab qo'ygandik, shu yerga hozir sig'dirishga harakat qildik, lekin yaqinda kelajakda muzeyimizni hozir shunday plan qilganmiz, reja qilganmiz. Mana shu yoshlar shaharchasiga olib kelmoqchimiz kattaroq joyga. Chunki haqiqatan buyumlar sig'may qoldi. Tashkil qilganimizdan keyin o'sha odamlar ko'pchiligini esdan chiqargan tarixini eslandi. Juda ko'p eski kerak bo'lsa shu fuqarolarni o'zini esdan chiqarib qo'ygan. Qayerda uyning bir chekkasida qolib ketgan katta buyumlar olib kelib ko'rsatishga arziydigan, yoshlarga namuna ko'rsatishga arziydigan darajadagi buyumlar, kiyimlar, hamma narsa, o'sha rasmlar, o'sha qanaqa bu yerga tuman tashkil topganda qanaqa katta ilgari mehmonlar kelgan masalan, qanaqangi bu yerda ishlar amalga oshirilgan, bu yerda kimlar chiqqan, hammasi o'sha muzeyga qo'yilgandan keyin mana o'sha muzeyga o'zini shu tarixiy narsalarni bergan odamlar ham o'zi hayron qoldi. O'zlari kelib tashkil topgandan keyin ko'rib, hammasi mana qanaqa katta, to'g'ri davri qisqa. Masalan, tumanni tashkil topgan nuqtai nazardan 60 yil to'layotgan bo'lsa, lekin boyagi muzeyga qo'yilgan eksponatlarni o'ziga xos bo'lgan, aynan shu tumanga taalluqli bo'lgan buyumlar masalan. Biz hozir shu muzeyga shunday qilib qo'ydikki, maktablarga kelishib, yoshlar bilan agentlik bilan kelishib, haftada grafik qo'yib turib, ularni olib kelib shu kichkina bir ma'naviy oziqa nuqtai nazaridan shu muzeyga aylantirib vaqtini to'g'rilab shunday qildik. Bolalarni maktab o'quvchilari, ayniqsa men yangi avlod uni ko'rmagan, hozir yangi avlod Xudoga shukr shunday bir yangi zamonda yashab kelgan, ular uchun mana eski buyumlar, unaqangi yerdagi o'tgan oldingi masalan qiyinchiliklar aks etgan hamma narsani qo'ygandan keyin ular ko'p hayron qolyapti. Bu narsa haqiqatan bo'lganmi, yo'qmi? Shuning uchun muzeyimizda kattaroq mahalliy aholi bilan, shu tuman ahli bilan tashkil qilindi. O'zimiz yerdik, aytaymi, mahalla 12 ta mahalladan butun odamlar hammasi hamma topgan buyumlarini olib kelib topshirgan. Haqiqatan qo'yishga arziydigan, tashkil qilishga arziydigan bir muzey qilsa bo'ladigan bir tuman muzeyga aylandi. Juda chiroyli bo'ldi. Baho o'zi aholi baho masalan. Shuncha aholiga o'ziga juda manzur tushdi. Shuncha hammasi o'zlari kelib, men o'zim bir ikki marta kirganimda odamlar kirib shu yerda men ko'ryapti-da, tanishyapti-da, keyin bir-biriga mana aytib beryapti. Mana shu rasmdagi, mana shu mening bobom bo'ladi deb, manalarga o'ziga tushuntirib beryapti. Masalan, o'sha cho'lni tashkil topganda qanaqa mehnat singan misol uchun, qanaqa masalan tumanga shu tarixda qolgan katta ishlar qilib, shuni g'ururlanib shu yerda aytib beryapti oilasiga turib. Mana bu ham bitta kichkina muzeyda ma'naviy nimasida, oziqasida. Masalan, aynan mana shu yo'nalish bo'yicha raqamlashtirish tizimi keng yo'lga qo'yilgan va har bir yo'nalishda hozir avvalgidek dasta qog'ozbozlikdan voz kechilgan. Hattoki bu uvol qilishdan ham biroz tiyilamiz. Ma'lum bir miqdorda ham vaqt tejaladi. Bunda ham insonning qadri o'ylanganda. Hozir mana har kuni yangiliklarda ko'rib hayron qolaman, televizorda ko'rsatyapman axborotlarda. Har kuni robotlar yangi avlod chiqib kelyapti, masalan. Bo'lmaganda sun'iy intellekt, IT soha rivojlanib ketdi. Mana xizmat turlarini qarang, qanchalik hozir turi kengayib ketdi. Ijtimoiy tarmoq orqali xizmatlar yo'lga qo'yilyapti. Oddiy bir magazinga bir narsa zakaz qilsangiz ham, shuni ijtimoiy tarmoq orqali, to'g'rimi? Sun'iy intellekt hammasi mana shu programma, sun'iy intellekt mana shu yoshlarga IT sohasiga bergan e'tiborning natijasi. O'zimiz ham kecha mana sport tadbirlar bo'lyapti. Sport tadbirlari o'tkazish uchun komandalarni shakllantirish, keyin komandalarni boyaginda hisob-kitobni yuritish uchun
o'zimizni shu IT markaziga kecha murojaat qilishga majbur bo'ldik. O'zimiz yoshlar yigitlar kecha bizga shu mana hozir mana futbol bo'yicha turnir ketyapti, hozir tuman mahallalar o'rtasida juda qizg'in ketyapti. Har 1000 ga yaqin bolalar ishtirok etyapti. Katta futbol, mini futbol bo'yicha. Hozir bularni hammasini hisobdan olib boradigan mana bolalar o'zimiz mana shu yoshlar shaharchasidagi IT markazidagi bolalar dastur qilib berdi. Mana shuni nima qilish uchun. Hisobni yurish uchun. Endi xabaringiz bor, hurmatli prezidentimiz o'zi sun'iy intellekt, umuman raqamlashtirish bo'yicha juda katta qarorlar qabul qilib bergan. Bu bo'yicha juda qattiq topshiriqlar mas'ul mutasaddilar ham bor. Hozir masalan tuman shahar hokimlarining o'ziga ham sun'iy intellekt bo'yicha raqamlashtirish bo'yicha bittadan maslahatchi berdi. Masalan, meni o'zimga ham yosh, sun'iy intellekt yaxshi tushunadigan, raqamlarni yaxshi tushunadigan, zamonaviy, oliy ma'lumotli yosh yigitni Bu bejiz emas, albatta. O'zimizga shu maslahatchi bo'lgan ilojimiz yo'q. Hozir raqobatbardosh bo'lish uchun ilojimiz mana shu sun'iy intellektga til bilan birga, kitob bilan birga aynan mana shu zamon talabi, davr talabi bo'lgan raqamlashtirish tizimini ham puxta o'rganishga davrni o'zi majbur qilyapti-da. Mana hozir agar sizga olib borib ko'rsataman, bu yerda mana shaharchamizda IT markazi bor. IT markazida demak tilni o'rgatadigan, ikkinchidan IT sohasiga qiziqqan yoshlarni juda bir zamonaviy sharoit qilingan. Bu yerda hozir minglab yoshlar shu maktabdan keyin maktabgacha umuman o'zi bo'sh vaqtda shu IT sohasiga qiziqqanlarga kelib turib shu yerda programmalashtirishda, umuman yangi IT sohasida yangiliklar bilan shug'ullanib berib ustozlar biritilgan. Ular shug'ullanyapti. Eng qizig'i biz yonida hozir shunday narsa qilgan, tashkillashtirilganki, o'zimizda yoshlar, shu til biladigan yoshlar bugun shu yerda 40 ta ish o'rni qilingan. Lekin bo'sh vaqtda kelib hamma ishlayveradi, lekin hozir 100 dan oshiq odamlar shu yerda ishlab faoliyat yurityapti. Mana shu Do'stlik tumanidan turib Rossiyaga xizmat ko'rsatyapti kommunal sohadagi muammolarni yechishga ham. Yechish bo'yicha hech kim u yoqda o'ylamaydi, bu yerda Do'stlik tumanida gaplashyapmiz deb, lekin bular men telefonda qo'ng'iroqqa javob berib, shu mana bitta ITni rivojlanganligi. Shu oddiy til biladigan bolalar maktabdan keyin kelib turib 4 soat, 5 soat, 6 soat mana shu aql eksport qilyapti, ya'ni. Aql eksport, mana shu salqin joyda zo'r sharoitda o'tiradi. 5 million, 6 millionlab mana shu bolalar oylik olyapti. Mana bugun o'sha natijasi shuncha harakatlarni, shuncha imkoniyat. Zamon talabidan kelib chiqadigan bo'lsa, o'zi umuman hamma sohani o'zi raqamlashtirishga o'zi majburan bo'lib qoldi, chunki raqamlashtirmasa korrupsiyani oldini olish nuqtai nazaridan ham bu birinchidan eng asosiysi. Ikkinchidan odamlarga tezkor xizmat ko'rsatish nuqtai nazaridan ham umuman. Zamonaviy xizmatlar yo'lga qo'yish uchun ham baribir mana shu IT bilan qiziqmasak ham, umuman shug'ullanmasak ham bo'lmasligini bu oddiy haqiqat tamoyilcha tan olish kerak bo'ladi. Endi iloji yo'q, chunki butun dunyo bugun shu raqamga o'tib bo'ldi-da endi. Shu tizimga. Do'stlik tumani haqiqatdan ham birdamlik tumaniga aylangan. O'ylaymanki, barchani taklif qilamiz, albatta kelishsin, mehmon bo'lishsin Do'stlik tumanida. Chunki o'zgarish katta, buni bir so'z bilan yoki yarim soatlik bir ko'rsatuv davomida ochib bera olmaymiz. Hamkorligimiz davom etadi. Yangidan yangi loyihalarda birgalikda ishlaymiz. Rahmat Xurshidxon, sizga ham, butun komandangizga ham katta rahmat. Insonni yuksaltiruvchi eng oliy kuchlardan biri bu ishonch, harakat, bilim va birlikdir. Do'stlik tumanida ana shu qadriyatlar, har bir tashabbus va har bir kitob sahifasida yashamoqda desak, hech mubolag'a bo'lmaydi. Do'stlik tumanidagi bugungi harakatlar va uning natijalari aynan so'zimizning isboti bo'lib turibdi desak, hech xato bo'lmagan bo'ladi. Shunday ekan azizlar, tafakkur yo'lida yana ko'rishguncha omon bo'ling.